3 oygacha bo'lgan chaqaloqlar uyqusi juda muhim hisoblanadi. Chaqaloqlarning 3 oylik bo'lgunigacha kuzatiladigan notinch uyqusi ota-onani ko'p tashvishga soladi. Endigina uxlab qolgan chaqaloq uyg'onib ketib, birdan qattiq yig'laydi, qo'l-oyoqlari tipirchilatadi. Chaqaloqlar aslida qancha uxlashi kerak? Uyqu me'yori jajji odamlar hayotining dastlabki 3 oyida Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga ko'ra 14-17 soatni tashkil qilishi kerak. Biroq bu raqamlar taxminiy. Agar chaqaloq bundan ko'p yoki kamroq uxlasa, lekin o'zini yaxshi his qilsa, xavotir olishning keragi yo'q. 3 oygacha bo'lgan chaqaloqlar uyqusida skelet shakllanishida muhim rol o'ynaydigan somatotropin gormoni ishlab chiqariladi. Immunitetni tiklaydigan T limfositlar faollashadi va virus hamda bakteriyalarni yo'q qiladi. To'qimalarda metabolizm jarayoni kuchayadi, hujayralar yangilanadi, asab tizimi bo'shashadi. Kichkintoylarning uyqusi ham kattalarniki singari 2 xil bo'lishi mumkin. Ya'ni sekin uyqu davri, miya nofaol, tana bo'shashgan, nafas olish bir tekis va xotirjam. Go'dak to'liq dam oladi, jismoniy kuchni tiklaydi. Tez uyqu davri, yurak urishi, nafas olishi tezlashadi, qo'l-oyoq, ko'zlari harakatlanadi, tush ko'radi. Uyqu vaqtida bu ikkala davr o'zaro almashib turadi. Chaqaloqning uyqusi o'ziga xos bo'lib, uning asosiy qismini tez uyqu tashkil qiladi. Bu davrda bola uyqusida jilmayishi, oyoq-qo'lini harakatlantirishi mumkin. Ulg'aygan sari uyquning sekin davri ko'payib, bola yanada tinchroq uxlay boshlaydi. O'ylaymanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.